Energiya insonning ko'zga ko'rinmas, lekin har qadamda seziladigan ichki kuchidir. U odamning kayfiyatidan, nutqidan, qarorlaridan va hattoki qadam tashlab yurishidan ham bilinadi. Energiya bu tanadagi kuch emas, balki ruhdagi jonli harakat, hayotga nisbatan ichki munosabatdir. Kimning energiyasi barqaror bo'lsa, uning fikri ravshan, yuragi xotirjam, umidi mustahkam bo'ladi. Zero energiya insonning kundalik realligini yaratadigan asosiy materiyadir. Agar energiyani nazorat qila olsak, o'zimizni ham, hayotni ham boshqara olamiz. Energetik chegara esa aynan shu ichki kuchini himoya qilish uchun qo'yiladigan noyob qalqondir. U ko'rinmaydi, lekin uning ta'siri juda aniq. Kimga yaqinlashish mumkin, kimga yo'q, nimani qabul qilish mumkin, nimani qabul qilmaslik kerak. Agar energetik chegara bo'lmasa, odam tez charchaydi, juda tez ranjiydi, qiynalib qoladi. Chunki tashqi ta'sirlar uning ruhiy maydoniga bevosita kirib, energiyasini aralashtirib yuborishi mumkin. Ayolning esa energiyasi uning ochilgan guli, uyining ravnaqi, bolasining xotirjamligi, oilasining ravonligi va baxtidir. Shuning uchun ham energetik chegara ayol uchun nafaqat foydali, balki hayotiy zarurat hamdir. Energetik chegarani qurish bu odamlarga nisbatan devor ko'tarish emas, aslo. Bu o'zingizning ichki uyingizni changu girdoblardan asrash, ruhingizning darvozasini saqlash, ehtiyojlaringizni hurmat qilish demakdir. Kimdir kuchingizni oladi, kimdir kuchingizni oshiradi. Buni his qilish intuitsiyaning chiroyli shaklidir. Agar siz doim charchoqda, tushkunlikda, yechimsizlikda bo'lsangiz, demak, chegaralaringizda muammo bor. Agar siz doim xayolda boshqa odamlarning gapini o'ylab, urushib, muhokama qilib yursangiz, bu ham chegaralaringiz buzilganligini ko'rsatadi. Energetik chegaralarni qayta qurish uchun unutmang, 3 ta qadam bor. Birinchi qadam o'z his-tuyg'ularingizni anglab, ularni hurmat qilish. Ikkinchi qadam esa yo'q deb samimiy aytishdan qo'rqmaslik. Uchinchi qadam o'zingizga dam olish uchun vaqt ajratishni odat qilish. Energiya qachon to'planadi? Energiya mana shu yuqoridagi 3 ta holatga amal qilganingizda to'lib boraveradi. Ayolning energiyasi samimiy niyatlari va orzulari ko'payganida, vaqtida dam olib, o'ziga vaqt ajratganida yana ham ijobiylashadi. Azizim, har bir ayolning ichki maydoni toza, energiyasi shifobaxsh va ijobiy bo'lishi lozimdir. Ana shundagina ijobiy, shifobaxsh energiyaga to'lgan ayol oilasini chin baxtiyor oilaga aylantira oladi.